Yuji Itadori oradan 68 yil o'tsa ham nega qarimagan va u qanchalik darajada kuchli? Bugungi videoda shu savollarga javob topasiz. Hammaga salom. Bugun sizlar bilan mikrofon oldida Samuel. Kichik videochamizni boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Biz esa videoni boshlaymiz. Yuji Itadori modulo mangasining 20-sahifasida ko'rinish beradi. Uni kiyimidan bilish mumkinki, u ham Gojoga o'xshab o'zini boshqalardan yashirib yuribdi. Bunga sabab uning juda kuchliligi yoki aurasi. Uni ustiga u 70 yildan ko'p umr kechirgan jodugar. Endi hammani qiziqtirgan savol: Yuji nega shuncha yil yashab ham qarimagan? Bunga sabab Ryomen Sukuna. Sukuna 1000 yillik la'nat. Yuji uzoq vaqt Sukuna bilan bir tanada yashaganligi uchun u Sukunaning kuchini o'zida saqlab qoladi. Tanasi esa oddiy odam biologiyasidan chiqib ketadi. Organizm la'nat energiya va u yegan Sukunaning barmoqlari tufayli ruhi va tanasi o'zgaradi. Ko'p umr ko'radigan yoki-da kimdir o'ldirmaguncha o'lmaydigan bo'lib qoladi. Shuning uchun ham Yuji oradan 70 yil o'tsa ham qarimagan bo'ladi. Va balki kimdir o'ldirmaguncha o'lmasa ham kerak. Qisqa reklama. Agarda siz animelar haqidagi so'nggi ma'lumotlarni bilishni xohlasangiz, sizga bizni Telegram kanalini tavsiya etamiz. Telegram kanal silkasi kommentariyada bo'ladi. Demak, biz videoni davom etamiz. Endi esa mangada ko'rsatilgan Yujining qobiliyatlari va kuchi haqida gaplashamiz. Bizga birinchi ko'rsatilgan texnikasi teshuvchi qon. Bu texnikani animeda bizga Choso ko'rsatib o'tgan. Bu texnikada qon juda katta bosim bilan siqiladi va lazerga o'xshab otib yuboriladi. Tezlik yuqori bo'lganligi uchun tanani teshib o'tadi. Va ko'rib turibmizki, Yuji bu texnikani juda ham mukammal o'zlashtirgan. Oddiy zarba orqali butun binoni teshib tashlagan. Yuji teshuvchi qon texnikasini la'nat energiyasi orqali kuchaytirganligi sababi u bu texnikadan shunaqa darajada mukammal foydalana oladi. Buni bu rasmdan ham bilish mumkin. Keyingi texnika bu qora chaqmoq. Yujiga Simurin hujum qilgan payti Yuji unga qora chaqmoq bilan zarba beradi. Eng qiziq joyi, Yuji oddiy zarbasini ham qora chaqmoq orqali beryapti. Ya'ni o'yinda qora chaqmoqdan xohlagancha foydalana oladi. Avvalgi videoda qora chaqmoqdan foydalanish juda qiyin, hamma ham foydalana olmaydi degan edim. Lekin hozirgi mangada ko'rib turibmizki, Yuji oddiy kichik zarbasini ham qora chaqmoq bilan ishlatishi mumkin. Ko'pchilik fandomda endi Yujini qora chaqmoq masteri deb atashyapti. Endi savol tug'iladi: Yuji qanday xohlagancha qora chaqmoq ishlata oladi degan. Bunga bir nechta sabab bor. Yuji yosh vaqtidan beri hech qanday qurollar yoki Sukuna, Gojonikidek otadigan yoki-da kesadigan texnikasi bo'lmagan va u asosan qo'lda jang qilgan, qora chaqmoq orqali. Shuning uchun u qora chaqmoq uchun eng mos jangchi. Shuncha yil ichida u qora chaqmoqni mukammal o'zlashtirgan. Shuning uchun xohlagancha foydalana oladi va bu uni zarbalarni juda ham kuchli, xavfli qilib yuboradi. Shuning uchun u hozirda qora chaqmoqdan xohlagancha foydalana oladi. Yana bitta ko'rsatilgan texnika kesuvchi texnika. What? Ha, to'g'ri eshitdingiz. Mangada Yuji Sukunaning kesuvchi texnikasini o'zlashtirgan bo'ladi. Lekin bu Sukunanikidan bir necha barobar kuchli va xavfliroq. Mahito Yujiga hujum qilib hududini faollashtirmoqchi payti Yuji cho'ntagidan qo'lini chiqarmay, hech qanday ortiqcha harakat qilmay, butun Shibuyani shunchaki kesib tashlaydi va Mahitoning qo'lini, tilini ham. Ko'rinib turibdiki, Yuji buni ham mukammal o'zlashtirgan. Lekin bu texnikadan qanday foydalana olyapti? Axir bu Sukunaning texnikasi-ku degan savollar juda ham ko'payib ketdi. Hozir bunga javob beraman. Yuji Sukunaning qobig'i bo'lgan payt Gojo bir gap aytgandi. Sukunaning texnikasi bir kun Yuji tanasiga qolib yoki singib ketishi mumkin degan edi. Ya'ni Yuji Sukunaning qobig'i bo'lgani uchun Sukunaning la'nat energiyasi va texnikasi asta-sekin Yujiga singib borishi mumkin edi. Gojo nazariyasiga ko'ra, keyinchalik Yuji Sukunaning texnikalaridan foydalanib ketishi ehtimoli bor edi
Va biz hozir buni ko'ryapmizki, u sukunani kesuvchi texnikasidan foydalana olyapti va bu nazariya reallikka ancha mos. Va bu mangada Yujining barcha ko'rsatilgan texnikalari edi. Hali Yujining ko'p texnikalari va kuchi bizga ochib ko'rsatilmagan. Masalan, uning hududi bor, balki boshqa o'zlashtirgan texnikalari ham. U jang qilgan sahnalarni ko'rishimiz mumkinki, u hech qanaqasiga qiynalmay jang qilyapti. Hattoki bu sahnada zarbani oshirib yubormadimmi deyapti. U juda ham kuchli zarba berdi, lekin bu uning uchun xuddi normal va oddiy zarbadek. Ya'ni uni hali hamma kuchini bizga ochib ko'rsatishmagan. Balki keyingi mangalarda uni barcha kuchini ochib ko'rsatib berishadi. Hozirgi ko'rsatilgan kuchi orqali ham u juda ham kuchli. Bugungi video esa shu bilan tugadi. Videochamiz sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Keyingi video nima haqida bo'lishini xohlashingizni ham kommentariyada yozib qoldiring. Shu bilan hammangizga xayr.